Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli obunachilar. Katta tanaffusdan so'ng biz yana YouTube kanal obunachilarini video qilishga qaytdik azizlar. Xo'p, hozirgi kunda Umra safarimiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilaman. Buning uchun like, podpiska bosib, Umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Xo'p, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda Umra safarimiz 14 kunlik Umra safari. 14 kun mobaynida 2 kecha 3 kunduzida Madina-i Munavvarada bo'lasizlar hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'lasizlar azizlar. Sizlar bilan 14 kun mobaynida malakali, tajribali eliboshilar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari Madinada markaziyada joylashgan 4 yulduzli mehmonxonalarimiz sizlarga tayyor turibdi azizlar. Xo'p, undan tashqari 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi Madinada. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada markaziyada joylashgan 250-300 metr oraliq masofada bo'ladi. Makkada esa 800-900 metr masofada joylashgan mehmonxonamiz 4 yulduzli mehmonxonalar, 3 mahal o'zbek milliy taomlari, barchasi shinam va qulay. Diyor Aloba degan mehmonxonamizning nomi azizlar. Bemalol lokatsiyalarga ham urib olishlaring mumkin azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar. Xo'p, sayohat va ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Undan tashqari Qur'on kitob bosmaxonalariga ham boriladi. Haftada 3 kun yoki 2 kun ishlanar ekan. Borgan kunlaring ochiq bo'lsa, eliboshilarimiz hamrohligida o'zlari olib kirib olib chiqishadi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda Qizil dengiz sayohatini qo'shib qo'yganmiz qo'shimchalik qilib. O'zi aslini hisoblasangiz bulardan ko'p ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz aslini olsangiz 15 taga ziyod ziyorat va sayohatlarimiz bor azizlar. Xo'p, undan tashqari hozirgi kunda azizlar reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz hozirgi kunda har hafta bor. Haftani har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanba Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Bizning firmamizning nomi Centrum Holidays, o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida o'tiribmiz azizlar. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin qo'rqmasdan. Azizlar, bizga murojaat qiling yoki bo'lmasam siz boshqasiga murojaat qilsangiz, sizni bron qilish uchun kartaga $100 yoki $200 tashlash kerak desa, ishonmang azizlar. Bizda hammasi litsenziyalangan. Centrum Holidays rasmiy kassalari bor. Centrum Holidays rasmiy shot raqamlari bor azizlar. Bizda kartaga $100 tashlang, unaqa tashlang, unaqa yo'q bron qilish uchun azizlar. Bizda mana litsenziyamiz bor. Bemalol keling, Marg'ilonda, O'ramda joylashgan ofisimiz. Bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari sizlar bilan uzoqroqda bo'lsa qanday bog'lanamiz deydiganlaringizga esa biz bilan WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqing. Biz siz bilan bog'lanamiz. O'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin hamda Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. Shunda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin o'zingizga yaqin va qulay bo'lgan bank ofislaridan azizlar. Xo'p, undan tashqari agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan Centrum rasmiy kassalari bor. Kelsangiz, aloqaga chiqib kelsangiz, ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelsangiz, o'zimiz kutib olamiz. Albatta Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirasiz naqd Zagram pasportingizni olish esdan chiqmasin azizlar. Eng ishonarli tur firmalaridan biri bu Centrum Holidays azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Biz keyingi videolarda xudo xolasa sizlarni yana ham chiroyli qilib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz azizlar. Eng asosiysi narxini aytib o'tib ketsam azizlar, xo'p, har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishi reysimizning narxi $1050 dan, Farg'ona Jidda har chorshanba Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimizning narxi $1075 dan deb belgilangan azizlar. Agarda YouTube kanali a'zolari bo'lib aloqaga chiqsangiz yoki 7 kishidan oshiq bo'lsangiz, bizda albatta chegirmalar bor.
qilib beramiz, xudo xohlasa azizlar. Undan tashqari bizni uzoq safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, mabodo ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz ham bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin azizlar. Xo'p, bizni tur firmasi, Centrum Holidays tur firmasidan borishingizning sababi birinchi o'rinda ishonarli, ikkinchi o'rinda litsenziyasi bor, uchinchi o'rinda mehmonxonalar yaqin va shinam, to'rtinchi o'rinda azizlar bizda o'zimiz kuzatib borib, o'zimiz kutib olamiz, xudo xohlasa azizlar. Toshkent Jidda, Farg'ona Jidda yo'nalishli ikkita reysimiz bor. Toshkent Jidda seshanba, Farg'ona Jidda chorshanba, xudo xohlasa amalga oshadi azizlar. Bemalol ota-onangizga agarda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz chiroyli sertifikat gullarni olib, sizni ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz, hattoki azizlar. Bemalol ekraningizda raqamlarga aloqaga chiqing, bizni kuzatishda davom eting. Azizlar, like, podpiska bosishda o'zingizni ayamang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.